Unashtiruvda xayolparast edim. Endi quyon bo'ldimmi? Qiz arazlaganday bo'lib Jamilni o'zidan nari qildi. Arazing burningni uchida turadi-ya, Shabnam. Kinoyali kuldi Jamil. Bu araz emas. Mayli, qo'y bu gaplarni. Yigit qizga yaqinlashib, ikki qo'lidan tutib, yotoqqa o'tirg'izdi. Men neiki desam, jufti halolimning, ya'ni sening kayfiyating ko'tarilsin deb gapiraman. Sen hech qanday xayolparast ham, quyoncha ham emassan. Sen mening... Jamil birpas nafas rostlab oldi. Sen mening ko'zimsan. Ayni damda boshqacha javob kutgan rafiqasining qizarib, bo'zarib ketgan yuziga qarab arang kulib yuborishdan tiyib turdi o'zini. Nima? Nima dedingiz? Qo'zimsan. To'g'risi hamda azizam, muchaling qo'zi-ku. Jamil, siz aqldan ozyapsiz. Seni ishqingda aqldan ozdim. Jamil o'zidan uzoqlashishga uringan qizni bir deganda mahkam quchoqlab oldi. Qo'yni ishqida yonyapsizmi? Kinoyali kuldi Shabnam. Qo'zi degin jonim, qo'y biroz qo'polroq. Nigohlari qizning nim-pushti bo'lgan lablarida to'xtarkan davom etdi. Biroz bo'lsa-da yuzingga kulgu yugurdi. Shu mening asl maqsadim edi va erishdim ham. Shunday deya Jamil qizning titroq lablariga o'zining qaynoq lablarini bosdi. Ko'ngildan ko'ngilga darcha borligi aniq. Ikki qandilning yog' qo'yilgan idishlari bitta emas, ammo shu'lalari bittadir. Bu ko'ngilda sevgi chaqmog'i chaqdimi, balki unda muhabbat bordir. Rumiyning shu jumlalari bu tun xuddi bizga atalgandek Shabnam. Qizning ko'zlariga navbati bilan tikilarkan, ayni damda uning ko'zlarida faqatgina o'ziga bo'lgan ishonch mustahkamligini sezib davom etdi. Bir butun, bir oila, asosiysi sen va men, biz bo'lishimizga tayyormisan, Shabnam? Shabnam ayni damda avval o'zida sezmagan tuyg'ular og'ushida qolgandi. Muhabbat, sevilish, ehtiros hissiyotlarning bari qizga hech qanday qarshilik qilishga yo'l qo'ymasdi. Jamilning gapiga javoban bosh silkib qo'yishni afzal bildi. Borlig'imsan, Shabnamim, seni sevaman. Suyuklisining qulog'iga asta pichirlab yana bir bor mahkam quchoqladi Jamil. Zulfuzar, uyg'otganim qachon edi? Haliyam uxlayapsanmi? Tezroq turib, kulrang kostyumimni topib ber. Ertalabdan ishiga shoshilayotgan Baxtiyor, har ertalab barvaqt turishga odatlangan Zulfuzar bugun uyg'onmaganiga biroz xavotir oldi. Eshitmayapsanmi, a? Tur deyapman, Zulfuzar. Peshonangdan ter oqyapti, nima bo'ldi? Belim sanchyapti, Baxtiyor aka. Yig'laguday bo'lib arang javob berdi. Hali vaqt bor-ku anchagina, nega bunday bo'lyapti? Menga suyanib ol, shifoxonaga boramiz. Bilmadim, nega bunday qattiq og'riyapti. Bilolmayapman, behol shivirlab, butunlay hushidan ketdi Zulfuzar. Ahvoli yaxshimi? Shifokor chiqishi bilan savolga tutdi Baxtiyor. To'g'ri qoldi, bunday holatlar bo'lib turadi, xavotir olmang. Lekin rafiqangiz biroz o'zini asrasin. Tekshirib ko'rdim, egizaklar ekan. Bir tanada 3 jon yashashi oson emas. Tug'ruq vaqti yaqinlashgani sari bemor kuchsizlanib boraveradi. Xo'p, men nima qilishim kerak? Sizdan kuchli e'tibor va g'amxo'rlik talab qilinadi, xolos, paposhasi. Yana biroz gapirgan bo'lib, Baxtiyorning rafiqasini oldiga kirishi mumkinligini bildirib ketdi shifokor. Shabnamga qo'ng'iroq qilib ahvolini bilsam bo'lardi, dadasi. Qizingga birinchi kundanoq qo'ng'iroq qilishing noto'g'ri, Shahlo. Kutaylik. Qizimizni o'zi vaqtini topib qo'ng'iroq qilaveradi. Xavotir olyapman-da. 2 kun oldin bag'rimizda edi. Endi esa boshqa uy, boshqa muhit, boshqa oila a'zosi. Darrovgina sog'indim qizalog'imni. Ko'z yoshlarini yashira olmadi Shahlo xola. Ko'nikadida endi onasi, qo'y yig'lama. Men ham bag'rimni ezyapsan.
Undan ko'ra qizimiz chin uyda baxtli bo'lib, bizga tezroq nabira keltirsin deb duo qil. Aytishadi-ku, danagidan mag'izi shirin deb. Hali vaqtlar o'tib, nevaramizni qo'limizga olsak, hozirgi yoshlanganlaringni ko'rib eslaysan hali onasi. Samimiy jilmayib qo'ydi Ahtam amaki. Aytganingiz kelsin. Tog'a, kelinoyi, shu yerda ekansizlarda. Assalomu alaykum. Eshik ochiqligiga kirib kelaverdim. Va alaykum assalom. Jiyan yaxshimisan? Yaxshi kelibsan. Yaxshimisiz Mirjalol? Opam yaxshilarmi? Rahmat kelinoyi, oyim tuzuklar shukr. Yana anchagina hol-ahvol so'rashganidan keyin muddaoga o'ta qoldi Mirjalol. Biz to'y boshlab qo'ygandik, tog'a. Oyim bu xabarni o'zimdan eshitishingizni xohladilar. Nasib etsa bir haftadan so'ng to'yimning to'g'ri sizlarniki. Bejirimgina taklifnomani uzatdi Mirjalol. Muborak bo'lsin jiyan, baxtli bo'linglar. Xushxabarni eshitib Ahtam amaki jiyanini mahkam quchoqlab qo'ydi. Mendan nima xizmat jiyan? Bemalol aytaver, nima bo'lsa tayyorman. Tog'ajon, siz kelib to'yimga bosh-qosh bo'lib tursangiz, shuni o'zi men uchun katta xizmat. Xo'p bo'ladi-da, ammo rosa xursand qilding jiyan. Opam bu kunlarni qancha kutgandi. Nimasini aytasiz? Yugurib yelib yuribdilar. O'zingizni ko'p urintirmang desam ham foydasi yo'q. Kulib qo'ydi Mirjalol. Bunday shodiyonalikda opam jim o'tirarmidilar Mirjalol? Hazilomuz javobdan ikkalalari ham kulishib olishdi. Bugun balki qolarsiz Baxtiyor aka. Dam olish kunida ham ishni bahona qilib ketayotgan erini uyda qolishini xohladi Zulfizar. Ketishim kerak, Zulish. Restoranda ishlarga o'zim bosh-qosh bo'lishim kerak. Bilasan-ku, azizam. Sochlarini o'zi xohlagandek turmaklagan Baxtiyor ketishga chog'langandi. Xo'p, mayli. Avval bunchalik injiqlik qilmasding. Hozirgi ahvolingda tushunaman seni. Zulfizarning nozik qo'llaridan tutarkan davom etdi. Iloji boricha barvaqtroq kelishga harakat qilaman. Xo'p, kutaman. Bunga javoban qizning peshonasidan o'pib qo'yib, so'ngra ishga ketdi Baxtiyor. Jamil, sizga savol bersam maylimi? Dam olish kuni bo'lganiga 2 yoshni Salima xola majburlab aylanib kelishi uchun uydan chiqarib yuborgan edi. Albatta. Nega aynan meni juft halolingiz bo'lishimni xohladingiz? Alloh ko'nglimga senga nisbatan iliq muhabbat otashini solgan. Esingdami? Uchrashuvga chiqqaningda adashib meni oldimga o'tirganding. O'sha payt meni g'alati hislar qurshab olgandi. Keyin bilsam bu rashk ekan, ammo bora-bora senga o'rganib qoldim. Seni oldingda halovat topardim, orom olardim. Demakki, taqdirimizda juft bo'lish bitilgan ekan. Mana bir-birimizga yetishdik ham. Sen meni oromimsan Shabnam. Seni qanchalar sevib, ardoqlaganim sari oromimni topgandek bo'lib huzur olayapman. Mehrli nigohlarini Shabnamga qaratdi Jamil. Kutganingda a'loroq javob olganigami, Jamilga nisbatan bo'lgan hurmati, ishonchi ortdi. Ammo hali ham ko'ngil qo'ydim deb o'ylamasdi. Jamilga nisbatan faqat hurmat va e'tiborni his etaman degan xayol bilan yashardi Shabnam. Ammo qismatiga bitilgandan hech ham qochib keta olmaydi. Nimalarni o'ylab qolding? Bergan javobidan so'ng bir og'iz gapirmagan rafiqasiga termuldi Jamil. Sizdan ayni shunday javobni kutgandim. Boringizga shukr. Oyjonni tug'ilgan kunlarini uyda nishonlaymizmi? Yo'q, bir shinamgina restoranni gaplashib qo'yganman Noram. Uyda bo'lsa, mehmonlar anchagina chaqiriladi. Bolam bilan charchab qolasan. Oyna oldida sochlarini quritayotgan Gulnoraning orqasidan kelib quchoqlab oldi Hamid. Bolangiz hali kichkina bo'lsa, onasini unuttirib qo'ymaydi. Mamnun jilmaydi. Yo'q, baribir ham bugun borib u yerni band qilib qo'yaman. Ertaga o'zi ishlar ko'p. Xo'p, unda oyimga aytmaymi? Yo'q,
Ertaga o'zing biror narsani bahona qilib oyim bilan kirib kelasan. Qizning yuzidan o'pib qo'ydi Hamid. Xo'p, kelishdik. Qo'yib yuboring endi, ishlarim qolib ketyapti. Erining quchog'idan chiqolmagan holda gapirdi Nora. Mana bundan so'ng mayli, qo'yib yuboraman. Bir deganda qizni o'ziga qaratib dudoqlaridan chuqur bo'sa oldi Hamid. Endi ketaver. Biroz karaxt ahvolda qolgan Norani xayolini Hamidning so'zlari chalg'itdi. Nega jim bo'lib qolding? Yoki yana istayapsiz? O'zidan biroz uzoqlashgan Nora tomon bir qadam tashlagan Hamidni qizning javobi to'xtatib qo'ydi. Boring-ey, uyatsiz. Erining ishidan yuzlari olov bo'lib yongan Nora tezda xonadan chiqib ketdi. Ancha yaxshimisiz? Istimangiz tushishi kerak edi. Sizga aytdim, Jamil, shu sovuq suvni ichmang deb. Kecha yo'talib turganingizda sezgandim. Nafas olib gapir, Shabnam. Bilaman, hammasiga o'zim aybdorman. Biroz jilmayarkan, xirillab qolgan ovozidan bilinardi qattiq shamollagani yigitning. Nega kulasiz? Sizni o'ylab aytyapman. Kechagina yaxshi edingiz. Astoydil jon kuydirib gapirayotgan qizga biroz termilib qoldi Jamil. Nimadir bo'ldimi? Yaxshimisiz? Hech narsa bo'lmadi, xavotir olma. Shunchaki men uchun jon kuydirib o'tirgan xotinimni ko'rib, oldinroq shamollamaganim afsuslanyapman. Bunday demang, o'zi istimangiz tushmaganiga notinch bo'lyapman. Shabnam ich-ichidan xavotir ola boshladi. Sen bor ekansan, shamollash ham shirindek tuyulyapti men uchun. Suyuklisining qo'lidan o'pib qo'yar ekan, mahkam bag'riga bosdi Jamil. Bilasanmi, ayni paytda menga men orom oladigan yelkalar, issiq quchoq yetishmay turganda. Mana ko'rasan, darrov tuzalib ketaman endi. Hazilingiz qurmasin. Erini beozorgina turtib qo'ydi Shabnam. Tug'ilgan kunga ketmasligimizdan xafa emasmisan? Yo'q, albatta, men uchun birinchi o'rinda sizning sog'lig'ingiz. Noraga ham tushuntirdim. Jonim o'zimni. Jamil mehr bilan qizning bir tutam sochini qulog'i ostiga olib qo'yarkan dedi. Sen menga berilgan eng oliy baxtsan. Seni menga jufti halol qilib bergan Robbimga shukrlar bo'lsin. Barchangiz xush kelibsiz. Rafiqamning tavallud ayyomida barcha yaqinlarim hammangiz to'planganingizdan mamnunman. Shu kunga qadar mening oldimda tirgak bo'lib, g'am-anduhda ham, shukronalikda ham oldimda turgan, meni qo'llab-quvvatlagan rafiqam uchun oldik do'stlar. Dadajon, ko'p ichib qo'yibdilar shekilli, Hamid aka? Ha, ba'zan boshlangandan beri ichyaptilar. Mast bo'lib qoldilar menimcha ham. Siz biror narsa demaysizmi? Tinmay ichyaptilar axir. Dadam hozir xursand, birovni gapini qiladigan ahvolda emas. O'zlari xohlagandagina to'xtatadilar yoki oyim iltimos qilsa. Aytgancha, oyimni bu yerga keltirishga qanday ko'ndirdingiz? Qaynona va kelin sirlari. Kitobimizni varaqlab yechim topdim. O'zimni yengu bog'ini surishtirmang. Ko'z siqib qo'ydi Nora. Qiziqsana Nora, qanaqa kitob? Yana qaytar? Shovqin bo'lganigami, Hamid baralla kulsa ham deyarli hech kimni e'tiborini tortmadi. Ey, boring-ey, ertalabgacha kulib o'tirasiz endi. Shabnam kelganida zerikmay o'tirgan bo'lar edim. Ha, mayli, men borib pardozimni yangilab kelay. Yana biroz o'ziga o'zi gapirib, ayollar xonasiga yaqinlashib qolganini ham sezmadi Nora. Tobora yaqinlashib borarkan, yo'lakdan uzuq yo'luq ayol va erkakning ovozlari kelib turardi. Nega doim meni qiynaysiz? Bo'lmay ketyapman, maxsus xonalar bor-ku axir Baxtiyor aka. Nora yo'lak oxirida yaqinlashgani sari qizning ovozi bemalol eshita olayotgan edi. Jonim, menga ham oson deysanmi? Boshliq bo'lib bu yerni nazorat qilishim kerak bo'lgani uchun ham kech-kecha shu yerdaman. Hali u ish ham ulguramiz, to'yib olasan o'shunda. Yo'lak oxirida bir-biri bilan og'iz-burun bo'layotgan Baxtiyor va notanish qizni ko'rib, hayratdan ko'zlari kattarib ketdi Noraning.
Sizni shunchalar sog'inganmanki, bo'lmay ketyapti jonim. Tezroq shu tug'ilgan kun tugasa. Qizni gapi tugamay Baxtiyor takror qizga yopisha ketdi. Bu hodisani guvohi bo'lib turgan Nora baqirib yubormaslikdan arang o'zini tutdi. Bu manzarani ortiq ko'rishni istamay ortiga qaytar ekan, telefonda ko'rgan suratdagi yigit Baxtiyor emasligiga o'zini takror ishontirmoqchi bo'ldi. Axir bu yigit Baxtiyor. Baxtiyor aniq. Zulfiyaning eri bu. Restorani bor deb ham eshitgandim. Yo Alloh, bu qanday jirkanchlik bo'ldi. Shabnamning to'yi o'tgandan biroz o'tib, Nora dugonasini ko'rgani borgani esida. O'sha vaqtda Shabnamning telefonida bexosdan qizni, qaynisinglisini va erini suratiga ko'zi tushgandi. Ismini ham Baxtiyor degandi Shabnam. Tinchlikmi? Ranging oqarib ketibdi. Hayron telmurdi Hamid. Hech narsa bo'lgani yo'q, hammasi joyida. Ishonching komilmi? Ha, xavotir olmang. Charchab qolgandirsan balki. Kel, biroz o'tir. Ha, biroz charchadim shekilli. Nega buncha titrayapsan Gulnora? Istasang ketamiz. Yo'q, Oyjon xafa bo'ladilar. Shunday kunlarida oldilarida turmasak bo'lmaydi. Mayli, dadam chaqiryapti, men boray. Sen o'zingni ko'p ham urintirma. O'ziga ishora orqali tezroq kelishini uqtirgan otasining oldiga oshiqdi Hamid. Albatta, yaxshi boring. Hamid kelgach, Nora o'ylab qoldi. Hozirgina ko'rgan voqeasidan barchani xabardor qilgani yaxshimi yoki yo'q? Bir-biri bilan bog'liq bo'lgan qaltis savollar ayni pallada qizni sarosimaga tushirgan edi. Qishning ayni chillasi bo'lgani uchunmi, maydalab yog'ayotgan qor hech to'xtay demas edi. Havo anchayin sovuq, issiq uydan chiqisi kelmaydi odamning. Shamollagan ustiga ustak istimas tushmayotgan Jamilni tashlab o'qishga borishga ko'zi qiymadi Shabnamni. O'qishga ketmaganiga yarasha uy yumushlarini saranjom qilib qo'ydi. Kun peshinga yetibdiki, Jamil hali uyg'onmagan edi. Xabar olib qo'yish uchun asta kelib qo'lini Jamilning peshonasiga qo'yar ekan, istimasi biroz tushganiga amin bo'ldi. Bezovta qilishni xohlamay oldidan turib ketmoqchi edi hamki, ko'zi yigitning to'zg'ib yotgan sochlariga tushdi. Biram shirin uxlaysizki, asta pichirlaganida o'zi bilmagan holda erining sochlarini to'g'irlagan bo'ldi. Nima qilyapsan? Hech narsa. Istimangiz tushdimi yo'qmi shuni ko'rayotgandim. Atay qilgandek ayni shu paytda uyg'ongan Hamidning oldidan uyatdan yerga kiray dedi qiz. Sochlarini turmaklash orqali bilinar ekanmi istima chiqqani. Qizni yanada uyaltirganini sezmasdan xiyol ayyorona jilmaydi Hamid. Qayerdan oldingiz bu gapni? Biroz dovdirab qoldi. Tuzukroq aldashni ham bilmaysan, Shabnam. Men haligi Oyijon, xullas ketishim kerak. Sizni ko'rdim, tuppa-tuzuksiz. Soat 11:30 bo'ldi. Hademay tushlikka tushishadi Oyijon va dadajon. Men borib tayyorgarlik ko'ray. Shuncha gapni bir nafasda aytib bo'lganiga Shabnamning o'zi ham hayron qoldi. Qani bu yoqqa kelchi? Ko'z ochib yumguncha Jamilning quchog'ida paydo bo'ldi qiz. Bu nimasi? Qo'yib yuboring. Sizni deb gap eshitaman hozir. Hech narsa bo'lmaydi. Nari borsa, eri bilandir deb o'ylashadi xolos. Hozir esa jim. Lablaringni cho'chchaytirib gapirib xayolimni buzding. Hey, bas qiling. Ketishim kerak. Bir necha daqiqa bo'libdi ham o'zidan ayrilmayotgan Jamilni bir nimalar deb chalg'itishga urinardi. Endi meni to'xtata olmaysan. Kecha soat nechida keldingiz? Faqat sizni kutaverib uxlab qoldim dema Zulfazar. Aytgandim-ku, tug'ilgan kun bo'ladi deb. Kech kelaman degan edim. Bilaman, asabiylashmang, shunchaki qachon kelganingizga qiziqdim. Anchagacha xursandchilik qilishdi. O'sha restoranni band qilgandilar. Men boshliq bo'lganimga nazorat qilishim kerak edi-ku.
Shu sabab biroz kech qoldim, xavotir olma. Lekin o'zingiz aytganingizdek boshliqsiz-ku. Siz qolishingiz kerak emasmidi deb o'yladim. Siz nazorat qilmasangiz, menejerlar nima qilib yuribdi ekan? Ayni nishonga urgani afsuski bilinmasdi Zulfizar. Jig'imga tegishni boshlading, undan ko'ra chiqib, achchiq choy damla. Boshim qattiq og'riyapti, tezroq bo'l. Xo'p, gapirmadim. Qappaygan qorni bilan biroz qiynalgancha yurib, ilojsiz xonani tark etdi qiz. Har narsani bilgisi keladi-ya, yo tavba. Ay boshim. Laylo kecha ichimlik bergan ko'rinadi yalmog'iz. Xonada ming'irlab yotgancha kechani unutilmas tunni eslay boshladi Baxtiyor. Amaliyotimiz boshqa joylarga tashlanganmidi Shabnam? Shunday, ammo menga yoqmayapti bu biroz. Bir joyda qilishlarini so'rab ko'ramizmi? Mayli, ammo hozir bundan ham muhimroq gapim bor senga. Biron joyda gaplashib olmasak bo'lmaydi. Nima haqida? Qiziqtirib qo'yding. Avval shinamroq bir joy topaylik, hammasini aytib beraman. Nima? Isboting bormi, Nora? Baxtiyor haqidagi haqiqatni eshitgan qizning tepa sochi tikka bo'ldi. Men shokda edim Shabnam. Bir zum o'zimni yo'qotib qo'ygandim. Rasmga olishni xayolimni uchiga ham keltirmasdan ortimga qaytdim. Adashayotgandirsan, qolaversa hayotda emas, rasmda ko'rganding. Qorachadan kelgan, gavdali, ko'zlari katta-katta yigit edi. Restorani bor deganding menga. Endi ham ishonmaysanmi? Zulfizar bilsa tamom bo'ladi-ku, endi nima qilamiz? Nima qilamiz emas, nima qiladi Baxtiyor degan? Xiyonat qilib yurgan u. Shabnam, buni senga aytmaslikni uzoq o'yladim. Lekin meni bilasan, gap saqlay olmayman. Meni ham bilasan, yolg'onchiga qo'shilib yolg'onini yashira olmayman. Zulfizarga aytishim kerak, hoziroq qo'ng'iroq qilib chaqiraman. Shoshma, aqldan ozdingmi? Isbotimiz yo'q, ishonadi deb o'ylaysanmi? Chiqmagan jondan umid. Nora, aytmasam bo'lmaydi. Qaysingdek homilador adashmasam. Qo'ygin Shabnam, bir balo bo'lib, seni boshingdan qolib ketadi. Yotig'i bilan tushuntiraman. Zulfizar aqlli qiz. Bilmayman, nega boshida aytganingda ishongim kelmadi. Lekin aniq u ekanligini bildirganingdan so'ng ortiq shubham qolmadi va buni yashirib yura olmayman. Sen talvasaga tushib qolding. Bunday fikrga kelishing tabiiy edi. Iltimos, meni to'xtatishga urinma, Nora. Zulfizarni shu yerga chaqiraman. Istasang qol. Mayli, qaroring qat'iy ekan qaytara olmayman. Shu yerda qolib, seni qo'llab-quvvatlayman. Chaqir, kelsin o'sha qaysingling.